Yo'q bola, hamma sizlar bilan o'sha Campbell. Bugun videomizda pizza tik o'ynaymiz. Qanunda go. Bu yerda nima qilishni bilmayman. Mashinada haligi oye. Men kutgan narsa. Yaxshi. Shahar zo'r. Yaxshi. Pizza pishirishim kerakmi? Bo'ldi. Qiynmasmi? Xaridorlarim ko'p menimcha meni, chunki men shirin pizzalar sotsam kerak. Qani go. Odamga o'xshamaydi bular, brattanlar. Bu nima? Bu xarita. O'rnimdan turdim. Hop, birinchi o'rganib olish kerak bu yerlarni. Chunki men hozircha bilmayman bu yerda. Hop, starrom. Bo'ldi. Bu yerdan pizza pishiradigan narsa olaman. Bu sklad-ku. Ishlama yo'qmi? No, yaxshi. Bu yerda bamburga ekilgan. Bo'ldi. Hop. Hamma yoqni ko'rib chiqish kerak-da. Birattanasi esimdan chiqib qoladi unda. Vallahi. Hoppa. Bu nima? Yo'q, turaversa. Oldin bu yoqqa boramiz. Hop. Menimcha pizzaxona ochilmadi. Mana mashinani chiroyligini. Hozir. Qaydan pishirilardi pizzani? Vallahi nima qilib qo'ydim? Bu meni uyim ekan. Endi pizza do'koniga borar ekanman. Vallahi tushunmabman. Qayda pizza do'koni? Oregano, pineapple. Ana pizza. Vallahi men chiqib olaman shunga. Pizza do'koni qaydaligini ko'rib olaman. Men qaydaman hozir? Vallahi men qanaman, bilat. Mana qayga o'raylikchi. Bu yerda nima deyapti? Pepperoni, bo'l. Yo'q. Pineapple point shart emas menga. Bo'ldi. Ishxonammi meshay? Men qaniman hozir? Pizzaxonaga. Qayda pizzaxona? Pizzaxona qayerda axir? Shu yermi? Voy Zaynab. Vallahi bu yo'lda bo'lishi kerak. Yo, meshaymi? Menimcha meshay. Zaynab, balat. Pizzani qayda deyapsan? Pepperoni, balat. Pepperoni. Pineapple point, balat. Vay, pizzani qaydagina? Vallahi короче, yaxshilab tushunib oldim. Menimcha mana shu yoqda ana bu pizzaxona. Pepperoni islar qayda endi, balat. Hop, bu yoq. Pineapple pepperoni islar, bu yoqda ekan. Hoppa, men shu manzilga keldim. Pepperoni islar, pineapple, pepperoni islar bag'da bo'ldi. Tushundim. Menimcha shu yer pepperoni islar. Yo'q, yurmas. Vallahi короче, qayda bular endi Zaynab?
Ben pizzaxonada ishlayim kelyapti tez-tez. Bag'daman. Pepperoni isla, pepperoni isla, pepperoni isla. Voy. Vallahi bag'da nima bor? Bu ko'prik-ku. Shu yoqda bo'lsa kerak menimcha. Ana pepperoni islaymish edi. Endi pizza, qayda pizza? Pizza mana shu yoqda bo'lishi kerak. Voy, uyim ham yomon uzoq ekan, vallahi. Короче, vallahi. Yo'qdan. Vallahi короче, pizzaxona qayda, balla? Pizzaxona, pizza. Pizza shop bol to'g'ridan. Ana. Topamam oldi-ku pizza. Mana sal chekka olib qo'yaydi. Mana Messi kana mashinalarni qo'yadigan joy bo'ldi. Oppa. Messi. Voy. Ye, bu yermi pizza shu? Bu yer ekan. Voy, pizzadan menami. Короче, vallahi tayyorlaymiz. Короче, billet bu yerda qanday ishlaymi? Vallahi bu o'ynamdagi yomon qiyin. Go'dom. Men ishim boshladim, bo'ldi, go. Crafting table. Hop. Voy, jalin. Birata hech nima yo'q-ku. Bo'ldi. Hammasini olish kerakmi? Pizza tayyorlash uchun yo'q, bular hammasi tayyor narsalar. Bular pizza xo'r ekan, lekin bolalar rosa ko'p vaqt ketdi pizzani tayyorlash uchun. Crafting table ekrani. Mana pizzami mana shu. To'g'ri, menimcha to'g'ri ketyapti. Bu pizzani xamiri bolalar. Shundan. Hop, endi pizzani xamirini men qo'yaman. Billet. Oppa. Neyt. Hop, endi bunga. Neyt. Hozirdan sodalarni olib tashlaylik. Hop. Get. Hop, Neyt. Qachon? Ana bitta bu. Vallahi bitta. Oldim. Oppa, mana mashina bo'lib chiroyli bo'lib chiqardi. Yana bering, brat. Buni ham qiling. Oppa, bolalar zo'r o'ynayotgan. Bolalar короче, mana bunisi tayyor bo'ldi. Men bittada 4 ta pizza qilaman. Oppa. Voy, bilet. Allah, hoppa bo'ldi. Hozircha men nima qilaman endi? Bu yerga qo'yib ezaman. Bo'ldi, tushundim. Bu bilan ezaman. Oppa. Voy, Balatarlar sizlar jim turinglar. Çok koyamiz. Bu bilan qilamiz. Hoppa, to'xtab qo'yinglar, tushunali bolalar. Bile. Muqlaman. Kitobdan ko'rib olaydi. Hoppa. Bolalar yana bir nima yesinlar shekilli. Bulardan boshqacha pizza tayyorlayman shekilli. Bolalar, menimcha video qiziq bo'lyapti. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Videoga like bosib qo'yinglar.
Vallahi men yangi youtuberman. Shuning uchun kanalimni kuzatib boringlar. Zo'r videolar qo'yiladi. Hozir kitobda o'qib olay. Hop. Hozir men inventarimda nima kerak? Beef bormi? Beef. Hop bor. Yana nima? Hoppa. Hop. Qo'ziqor bor. Yaxshi. Hop birinchisini bunu qo'yamiz. Endi bunu qo'yamiz. Vallahi tushunyapman. Sekin. Vallahi endi ikkinchi pizzaga nimalarni qo'yamiz? Hop. İkinci pizzaga go'sht qo'shmoqchiman. Buni qo'shmoqchiman. Bu qo'shib bo'ladimi? Ha, buni qo'shib bo'ladi. Go'sht bo'lmasa, menimcha pul. Ha, pechenni qo'shiladi menimcha. Yo'q, bo'lmaydi. No. Voy, блядь. Tushunmayapman. Mana beef qo'shamizmi? Yo'q. Beef ham emas. Cheese mi? Ha, cheese qo'shilishi kerak. Yo'q. Ha, kimchi menimcha. Sodami? Fanta qo'shmayman. Empty box. Voy, jalli. Qarachi, men tushunmayapman. Buni qo'shdim. Hop, o'tgan mashina qo'shdim. Buni qo'shaychi endi. Hoppa. Vallahi nima qo'shaykin? Fanta qo'shay. Bu jihozlar hammasini olib tashlashim. Hoppa. Buni pechkaga solib qo'yaydi. Hoppa, pishyapti. Hozir bular nima qilishni o'rganishim kerak. Vallahi qiyin bo'lyapti. Vallahi pizza pishibdi-ku, kuyib ketadi. Bo'ldi. Voy, kuyib ketibdi. Pulimni olib qo'ydim endi. Biladingizmi? Voy, biling, vallahi kuyib ketganini qaranglar. Voy, brat. Voy, прикинь. Vallahi tushundim. Buni oddiylikcha pishirar ekanman desam. Bunga hali kerakli narsalar qo'yilmaganda vallahi. Nima qo'shish kerak bunga? Hozir masalan, hop, pepperoni qo'shilgan bo'lsa, beef qani bizdagi? Beef qo'shilar ekan-ku. Desam, pepperoni narsasini qo'shdim-ku, Zayna. Men pepperonini qo'shdim, endi beef pepperoni. Cheese bormi menda? Cheese kerak, cheese. Cheese bormi? Cheese. Ha, mana cheese. Qo'shaylik endi buni. Voy, bilan. Bular menimcha nitdo ketdi shu yerda. Hop, do'q. Cheese, pepperoni. Birinchi pepperoni qo'shilgan bo'lsa, nima qilish kerak? Vallahi men pizzani nima qilaman endi?
pomidorlarga pitsani beraman. Короче, bolalar bu kartalar pizza qilib ko'rdik. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlar bilan mana shu kompot bo'ldi. Videomiz tugadi.